Assalomu alaykum. Men Abdusattar va Gulida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 4-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan oila va jamiyatning inson hayotidagi o'rni mavzusida gaplashamiz. Bu mavzuni 3 reja asosida o'rganamiz. Birinchi reja oila tarbiyasida ota-onaning o'rni. Ikkinchi reja oila muhitining bola tarbiyasiga ta'siri. Uchinchi reja oilada bolalarni mehnatga o'rgatish. Ushbu ko'rib turgan rasmimizda oila tasvirlangan. Bu oilada ota-bobo, ota-ona, bolalar va bular bir oilani tashkil etadi. Biz oila mavzusini o'rganishdan oldin o'zimizning tasavvurimizni uyg'otishimiz kerak. Oila jamiyatning tayanchi, ustuni. Oila tinch, jamiyat tinch. Oiladagi baxt-saodat jamiyat osoyishtaligini belgilaydi. Ma'lumki, har qanday inson oilada o'sib ulg'ayadi, tarbiya topadi. Uning kelajakda komil yoki noqobil inson bo'lib voyaga yetishi esa hech shubhasiz oilada berilgan tarbiyaga bog'liq. Insoniyat tarixida davlat va jamiyat boshqaruvida adolatli fuqarolik jamiyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, millat tayanchi hisoblangan oila fuqarolik jamiyati institutini rivojlantirish, ijtimoiy adolat, qonun ustuvorligi hamda inson ko'rkligini ta'minlashning kafolati va asosidir. Bu esa o'z navbatida jamiyatda oila instituti va ma'naviyatini shakllantirish bilan bog'liq jarayondir. Davlat va jamiyat hayoti barkamol avlod tarbiyasida oilaning o'rni beqiyos. Shu bois oila hamma vaqt va har qachon dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelgan. Oila har bir xalq, millatning davomiyligini saqlovchi, milliy qadriyatlarning rivojini ta'minlovchi, ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni dunyoga keltirib tarbiyalovchi muqaddas maskandir. U jamiyat deb atalmish buyuk bir olamning poydevorini tashkil etadi. Jamiyat va davlatning farovonligi, gullab yashnashi bevosita ana shu poydevorning qay darajada mustahkamligiga bog'liq. Shu bois mamlakatimizda oila manfaatlarini huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan himoya qilinishini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Islom Karimov oilaga shunday ta'rif berganlar. Oila haqida gapirar ekanmiz, avvalambor hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birgalikda kelajak nasllar qanday inson bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i ekanini tan olishimiz darkor. Oila insonlarni faqat manfaatlar vositasida emas, balki qonqardoshlik, haqiqiy insoniy tamoyillar asosida bog'lab turgani uchun ham bebahodir. Jamiyatda insonlarni o'zaro biriktiruvchi, do'st, ahil-inoq bo'lib, umrguzoronlik qilishlariga o'rgatuvchi ijtimoiy muassasa va institutlar juda ko'p. Jamiyat taraqqiyotida ularning har birining o'z o'rni bor. Biroq oila eng avvalo tarbiya maskanidir. Abdurauf Fitrat o'zining Oila va oilani boshqarish tartiblari asarida shunday yozadi. Har bir millatning saodati va izzati albatta shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog'liq. Tinchlik va totuvlik esa shu millat oilalarining intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va muntazam bo'ladi. Dunyo miqyosida yuz beradigan har qanday o'zgarish, u xoh iqtisodiyot, xoh ma'naviy siyosiy sohada bo'lsin, o'z ta'sirini dastavval oila muhitida namoyon etadi. Mamlakatimizda boshqa ijtimoiy institutlar bilan bir qatorda oila omiliga katta e'tibor qaratilayotganligining yana bir sababi ana shundadir. Xalqimizda qadim-qadimdan oila muqaddas dargoh sanalgan. Zero, oilaga sadoqat,
ota-onaga oqibat, aka-ukalarga mehrlilik vatan tuyg'usining debojalaridir. Oilaga sadoqat bo'lmagan joyda ota-onaga nisbatan ham hurmat yo'qoladi. Bunday holatda na qarindosh, na mahalla va na vatanga nisbatan muhabbat uyg'onmaydi. Ko'rib turgan rasmimizda bir oilaning tasviri tushirilgan, ya'ni ota-ona va farzand. Demak, farzandning tarbiyasida albatta ota-onaning roli juda muhim ahamiyatga ega. Ota-ona farzandlari nigohida eng buyuk kishilardir. Shuning uchun ular farzandlari oldida eng yaxshi sifatlari bilan obro' qozonishlari mumkin. Insoniy fazilatlar sohibi bo'lgan ota-ona o'z farzandlari tomonidan bir umr e'zozlanadi. Oilada farzandlarimiz ota-onalarining bir-birlariga bo'lgan munosabatlariga qarab, izzat-hurmatni, muomalani o'rganib boradilar. Ota-onalarimiz bir-birlariga mehribon bo'lsalar, shirin muomala qilsalar, bolalar ham shunga ko'nikma hosil qilib, shunday muomalaga o'rganadilar. Oilada ayol turmush o'rtog'ini hurmat qilsa, oiladagi o'g'il, qizi, farzandlarimiz ham onaning bu harakatini ko'rib, otasiga hurmati oshadi. Ota-onani hurmat qilish kerakligini tushunib boradilar. Oilada ota yoki onaning yo'qligi yoki ketib qolishi tarbiyaga juda katta zarar ko'rsatadi. Ularning bolaga beradigan tarbiyaviy ta'siri yo'qoladi. Oila tarbiyasidagi muvozanat buziladi. Bunday sharoitda bolaning qalbi qattiq jarohatlanadi. U tajang, serjahl, qo'pol bo'lib qoladi. Kattalarga ishonmay qo'yadi. O'qishi ham pasayib ketadi. Oila tarbiyasidagi muammolardan yana biri yolg'iz farzandni tarbiyasidir. Bunday sharoitda bola faqat kattalar davrasida bo'ladi. O'ziga yaqin yoshdagi bolalar bilan muomala qilish imkoniyati bo'lmaydi. Oilada ko'p bola bo'lsa, ular bir-birini tarbiyalaydi. Bundan tashqari, oiladagi kelishmovchiliklar, ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi tengsizlikka asoslangan munosabatlar, ayrim ota-onalarning madaniyat va ma'lumotining nisbatan past saviyada ekanligi tarbiyaga xalaqit beradi. Oilaviy muhitda o'zaro kelishmovchiliklarni vujudga keltiradi. Bolalarni barkamol inson qilib yetishtirishda maktabni oila bilan bog'lamasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun maktab va ota-onalar o'rtasidagi ta'lim-tarbiyaga oid ishlarni kengaytirish lozim. O'qituvchilarning ota-onalar bilan bo'lgan uchrashuvlarda aytgan fikrlari ayniqsa ota-onalar uchun qimmatlidir. Chunki ular o'z farzandlari to'g'risida ko'proq ma'lumotlarni bilib oladilar. Shunday ekan, bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan maktab o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga intiladi. Bola maktabga kirib, to uni tamomlab chiqqunga qadar ota-ona maktab bilan yaqin aloqa o'rnatib, farzandining o'zlashtirishi, xulq-atvoridan hamisha xabardor bo'lishi, tarbiya masalalari bo'yicha o'qituvchi, sinf rahbari bilan maslahatlashib, uni darsdan so'ng nima bilan mashg'ulligidan xabardor qilishi lozim. O'z navbatida o'qituvchi ham bolaning o'qishi, odobi, xulqi, maktabda o'zini tuta bilishi haqidagi ma'lumotlarni ota-onaga yetkazishi, zarurat tug'ilganda hosil bo'lgan muammolarni birgalikda hal qilishi zarur. Oilada ota-onaning farzand oldidagi va farzandning ota-ona oldidagi burchlari quyidagilardan iborat. Ota-onaning farzand oldidagi burchlari: birinchisi, farzandga chiroyli ism qo'yish. Ikkinchisi, savodini chiqarish. Uchinchisi, iqtidoriga qarab bilim berish. To'rtinchisi, imkoniyatiga yarasha o'qitish va kasb-hunar o'rgatish. Beshinchisi, uylantirish, turmushga chiqarish. Oltinchisi, uyli joyli qilish. Yettinchisi, farzandlar orasidagi meros taqsimotida adolatli bo'lish. Endi farzandning ota-ona oldidagi burchlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ota-onaning pand-nasihatlariga quloq solish, ularga har doim yordam berish, mehribon, e'tiborli bo'lish, oila ishlariga ham ma'naviy, ham iqtisodiy yordam berish. Ikkinchisi,
Har bir farzand o'z singil va ukalariga mehribon yo'lboshchi va yo'ldosh, odobda, axloqda, ishda, ilm-hunar o'rganishda o'rnak bo'lishi. Uchinchisi, ota-onalarning nimaga muhtoj ekanliklarini qalban his qilish. Ularga bu borada amaliy mehribonlik ko'rsatish. Oilaga berayotgan ma'naviy va iqtisodiy yordamni minnat qilmaslik. Beshinchisi, tavallud, bayram va hayit kunlarida yo'qlab turishni kanda qilmaslik. Oltinchisi, keksa ota-onalarga alohida g'amxo'rlik qilish, shirin muomalada bo'lish, orzu niyatlarning amalga oshishida yordam berish. Yettinchisi, vaqt soati yetib, bandalikni bajo keltirsalar, izzat ikrom bilan oxirgi manzilga kuzatish. Ma'rakalarni kamtarona, dabdabasiz, qarindosh urug'lar, uni bilgan, hurmat qilgan eng yaqin odamlar bilan o'tkazish. Ularni doimo xotirlab, haqlariga duo qilib yurish. Bola ota-onasining hayot mazmuniga aylanganidek, ota-ona ham bolaning hayot mazmunini tashkil etadi. Ya'ni ota-onaning farzandiga bo'lgan mehr-muhabbati javobsiz qolmaydi. Bola ham ota-onasini juda yaxshi ko'radi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, oila his-tuyg'ularga boy bo'lgan muqaddas maskandir. Shu nuqtai nazardan bola tarbiyasiga muhim ta'siri bo'lgan omillardan biri sifatida oilani ko'rsatish mumkin. Go'daklarni parvarishlash va tarbiyalash ota-ona uchun ham haq-huquq, ham vazifadir. Ona bolasiga juda katta mehr beradi. Shuning uchun ham bola onasini juda ham qadrli hisoblaydi. Bolaning ham ruhan, ham jismonan ulg'ayishi uchun eng yaxshi muhit oila muhitidir. Bola o'ziga kerak bo'lgan mehr, shafqat va e'tiborni faqat oilasidangina topishi mumkin. Oilada his-tuyg'ularning baravar baham ko'rilishi bola shaxsiyati va uning aqliy jihatdan rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bola bilan birgalikda qilinadigan ishlar, masalan, birgalikda taom yeyish, o'yin o'ynash, so'zlashish, suhbatlashish, televizor tomosha qilish, ertak aytish va hokazolar bola uchun oilaning qimmatini yanada oshiradi. Bola oiladagi hurmat-izzat, insonga bo'lgan e'tiborga qarab xulosa chiqaradi. Tengdosh do'stlari, kattalar, kichiklar va jamiyatga bo'lgan o'z munosabatini shakllantiradi. Agar oilada tinchlik bo'lmasa, bu bolaga juda katta salbiy ta'sirini o'tkazadi. Doimo oilamizdagi ota-onamizning munosabatlari bizni kelajakda kim bo'lishimizni qat'iy belgilab beradi. Uyda totuvlik bo'lsa, bola ham baxtiyor, uyda muammo bo'lsa, bolada ham muammo bo'lishi shubhasizdir. Bu bilan hech qanday muammosi bo'lmagan xonadonlar ham bor demoqchi emasmiz, albatta. Muammolar har joyda, har doim bo'lishi tabiiy. Muhimi, ana shu muammolarni hal qilishdagi muvaffaqiyatimiz va muammolarga yondashish tarzimizdir. Bolani kaltaklash ham, uning tilini topish ham ko'pchilik oilalarda muammolarni hal qilishning o'ziga xos yo'lidir. Odatda ota-onalar muammoni yechimini topish uchun turli xil yo'llarni tutishga urinadilar. Bizning muammoni hal etish yo'limiz farzandimizning jamiyat, do'stlari va oilada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilish uchun namunaviy yo'l bo'la oladi. Mehnat insonning maqsadga yo'naltirilgan faoliyati bo'lib, hayot kechirishning asosiy shartidir. Mehnat tufayli inson o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini amalga oshiradi. Insonning o'zi esa mehnatkash bo'lib, u tufayli o'zining iste'dodi, qobiliyati, layoqatini namoyon etadi. Mehnat jarayonida insonning dunyoqarashi kengayib, bilim saviyasi oshib, o'z-o'zini jismoniy va ma'naviy jihatdan shakllantirib boradi. Har bir inson bitta kasbni yoki bir necha kasb-hunarni egallashi mumkin. Bir yigitga 40 hunar ham oz degan maqolning mazmunida ham bir necha kasbni egallash hayotiy ehtiyoj ekanligiga ishora bor. Har bir kasbning,
Hunarning o'ziga xos mashaqqati va lazzati bo'ladi. Uning mashaqqatini matonat, tinimsiz izlanish, sabr-toqat bilan yenggan insongina lazzatidan bahra oladi. Oilada yoshlarning kasb-hunar egalashlarida ustoz-shogird an'analariga rioya etmoq zarur. Chunki ustoz ko'rmagan hunarmandning ishida unum bo'lmaydi. Hunarning sir-asrorlarini mukammal bilmaydi. Yaratgan mahsulotning sifati yomon yoki xaridorgir bo'lmaydi. Oilada farzandning u yoki bu hunarning egallashida birinchi ustoz ota-onadir. Ota-onadan o'zi sevgan hunar haqida dastlabki ma'lumotni olgan farzand albatta shu hunarning mohir ustasidan ta'limni olmog'i zarur. Xalqimiz aytganidek, ustoz ko'rmagan shogird ming maqomga yo'rg'alar. Ko'rib turgan rasmimizda turli xil kasblar tasvirlangan. O'qituvchilik kasbi, shifokorlik va buxgalteriya. Bu kasblar ham o'z navbatida o'zining turli xususiyatlariga ega. Xalq maqollarida aytilganidek, mehnat rohatning poydevoridir. Rohatning onasi mehnat. Halol mehnat huzur halovat. Suvsiz hayot bo'lmas, mehnatsiz rohat. Mehnatsiz rohat bo'lmas, tashvishsiz ne'mat. Halol mehnat yaxshi odat, berur senga saodat. Oilaning har bir a'zosi zimmasidagi vazifa umumiy maqsadni ko'zlab tashkil etilgan va uning natijalaridan barcha oila a'zolari bahramand bo'lgan taqdirdagina unday mehnat foydali hisoblanadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.